Assalomu alaykum hammaga. Bugungi video obzorimizda apalfkalar haqida bo'ladi. Bundan oldin obyektimiz haqida qisqacha ma'lumot bermoqchiman. Bugungi obyektimizda 8-qavat uchun beton olish ishlariga apalfkalar qo'llaniladi. Internetda ko'pchilik videolarda ko'ryapmiz. Apalfka tanlashda har doim taxtali apalfka tanlaydi, maslahat berishyapti. To'g'ri, bu qachonki foydali bo'ladi? O'zingiz uchun uchastka qurganingizda cho'ntagingiz uchun foydali bo'ladi. Ya'ni arzonroqga tushasiz. Bunaqa katta qurilishlarda biz har doim melkishitovoy apalfkalardan foydalanamiz. Apalfkalarimiz o'zi 4-5 xil bo'ladi. Birinchisi taxtali apalfka, ikkinchisi finskiy faneradan tayyorlangan apalfka, uchinchisi mana shunaqa melkishitovoy apalfka, to'rtinchisi ko'pmishitovoy apalfka, beshinchisi tunnelli apalfka. Melkishitovoy apalfkalarimizning foydali taraflari nimadaki, ular har qanaqa razmerlarda qotirish mumkin, mustahkam bo'ladi. Mana bunaqa ko'rib turganingizdek tayyorlar orqali qotiriladi. Kolonnamizga qo'rqmasdan to'laligicha beton quysa bo'ladi. Hech qayerdan qo'yib yubormaydi. O'rtoqlar, videomiz foydali bo'layotgan bo'lsa, bizga podpiska tashlab, like bosishni unutmanglar. Shu videoni qurilish boshlamoqchi bo'lgan, qurilishni sal pal biladigan do'stingizga jo'natib qo'yinglar. Sog' bo'linglar.